Hammaga salom. Kelinglar bugun men sizlarga o'zimni biologiya bilan qanaqa shug'ullanishimni bo'lishaman. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ipidan ignasigacha ko'rsatishga harakat qilaman. Biz planshetda hozir vaqtga qo'yib ishlaymiz va bu menda naushnikda video eshitaman va shuningdek menda doim sinekchalar bo'ladi. Men hozir bularni ichida kopiyka turibdi. Va hozir sizlar bilan vaqtga qo'yib ishlaymiz. Boshladim. Hozir sizlarga bitta maslahat berib o'tmoqchiman. Agar iPadinglar bo'lsa, mana shu Notability programmasini skachat qilib olinglar. Mana ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Va bunda yaxshi tomoni pencil bilan ishlaganinglarda bemalol chizsanglar bo'ladi yozuvlarning ustiga mana. Qaysi programmaligini aytmayman, lekin chizilishini ko'rsataman mana. Yo'q, qanaqa qilib bunaqa chizsam, bunda o'qishim mumkin. Bu bilan buni farqi bor-da. Plus bu meni sizlarga tavsiyam, yana o'zingizlar bilasizlar. Plus 32 minut bo'pti. Bu mana bitta mavzuni o'qishim. Lekin bitta mavzuni o'qishimga обычный holatda 32 minut ketmaydi. Faqatki men hozir bu mavzuni boshidan oxirigacha video qildim sizlarga yordam tariqasida. Ya'ni sizlarga ham qaysidir joylarini tushuntirib o'tib ketish uchun. Bu o'zimga ham yordam beradi. U videoni ko'rish uchun biologiya kanalimga qo'shilib olinglar. Biologiya kanalimga tashlab qo'yaman. Hozir keyingisini videosiz qilaman. Ko'ramiz qancha vaqt ketar ekan. Ko'rganinglarda o'zim o'qishimga 10 minutlar ketdi. Va mana stop qilamiz hozir. O'qib oldim bemalol mana. Bizda 16, 17, 18 berilgandi va bilan o'qib oldim. Shuni o'ziga mana 43 minut ketdi. Va bu 43 minut faqatgina 3 ta dona mavzuni o'qishga yeni. Lekin menda nimalar bor, yana masalalar bor. Shu mavzu yuzasidan testlar bor. Ularni qilishimni o'ziga ham o'rtacha 1,5 soat ketsa, kuniga 2-2,5 soatim shu biologiyaga sarf bo'ladi.